Yaqinlarim, assalomu alaykum. Sizlarga zo'r yengillik bilan chiqyapman, bir videoni ko'ringlar, xalqqa foydasi uchun. Endi biz O'zbegim uylari shunaqa uy joylarni qo'yamiz. Siz yashaydigan odam, sotib oladigan odam narx qo'yasizlar. Sizlar uchun Toshkent shahar Bektemir tumanidan 3 soti 5 xona uglovoyga joylashgan, qaranglar. Zo'r mahalla ekan, bog'cha, maktab, yangi poliklinika, hamma yog'i yaqin joyda. Endi boshlanish startining narxini men aytib o'taman. $70,000 kami bor. Savdolashasizlar. Egasi bu yerda sotib, o'rniga parking tarafdan so'qoq, shampan, o'sha yerdan bir uy joy olib, qolganini endi to'y hashamga ishlatish niyatlari bor ekan. Sizga shaxsan qiziq bo'lsa, mana pastda egasini nomeri, bizani kanalning afzalliklarini siz bilasiz. Agar siz obuna bo'lib bizani kuzatib tursangiz, shaxsan siz bilasiz. Bilmaganlarga tegishli bizani kanalimizni afzalliklari o'rtakash, prima, shaffof, egasini o'zidan o'zingizlar sotib olasizlar. Yana sotib olganinglar uchun 1-2 so'm hech kimga to'lamaysizlar. Prima egasini nomeri. Undan ko'ra kelib savdolashib olib qolinglar. Ikkita aka-ukalar joy qidirib yurganlar, shunaqa sharoit bo'lsin. Bizda ikkita aka-uka yashaymiz deganlarga qaranglar, uglovoy bu yoqdan ham darvoza ochsanglar bo'ladi, bu yoqdan darvozasi bor. Gaz muammo emas, gerpalarigacha svet zo'r joy ekan. 5 ta xona, remontlari yaxshi. Toshkent shahar Bektemir tumani, Xislat ko'chasi ekan. Shundoq, ani Coca-Cola'ning ko'chasi, 56-avtobazaning ko'chasi. Kelib gaplashinglar, 70 ming. Endi egasi yetaveradi. Shaxsan siz yopishib oling, shu uyni nech pulga olishingizni bunda yopishib olinglar. Bemalol 3 xonali domni sotib, botda olib, yana 5-10 so'm cho'nchaklaringizda pul qoladi. Gaplashinglar, savdolashinglar. Uy yaqinda qurilgan, eski uy emas. To'g'ri. Mana bu yoqqa rishotkalar qildirib, sal ko'cha tarafga mana tunka pollar, shunday bir $1000 ishlatib yuborsanglar, polni tominglar profnastil bo'ladi. Tunka pollar bir $5000 ishlatib yuborsanglar, boylarning uyidan hech farqi bo'lmaydi. To'g'risi, ko'chaga bunday rishotkachi tanishim ham bor, tunka ponchi tanishim bor, tom yopuvchilar ham tanishlar ko'p, O'zbegim uylari. Shaxsan siz ham domingizni sotib, shunaqa bo'lsa ham uy olib, uyoqlarni sekin qilib olaman, baxtiyor, realni uyi egasini o'zidan olib ber menga ham deydigan takliflaringiz bo'lsa, tepada mana ikkitalab nomer. Men o'rtakash emasman. Shaxsan sizga olib berganim uchun 1-2 so'm ber demayman. Men egasidan olaman, sotgan odamdan. Bu qalay bo'ldi? Ular ham rozi bo'lib, bizda hozir shunaqa yopishdikmi oxirigacha sotiladigan uylarni reklamaga qo'yyapmiz, oxirigacha turib beryapmiz. Mashina kiradi bemalol. Mana bu devolimda oxirigacha urib yuborsanglar, sal ko'tarsanglar bo'ldi, chiroylikgina joy bo'ladi. 5 ta xona ekan. Bu yoqda mana oshxonasi, gaz, svet, suv bor. Bu joy aslida yer hisobida berib yuboriladi. Kerak bo'lsa, bundoq bo'lib yuborsanglar, darvoza ochib yuborsanglar, u yoqda отдельно 3 ta xona, отдельно bu yoqda 2 ta xona plus oshxonasi bilan qolar ekan. Nobodo. Startining narxi 70 ming kami bor. Egasi balkim 60 ga ham berib yuborar, balkim 50 ga ham. Kelinchi operator. Mana qaranglar. Bemalol kattagina gideta 3 metrga 4,5 metrlik kiraverishda xona. Ataplenalari bor, yaxshi, svet bor mana. Svet bor. Bo'tam to'rga to'r gideta 20 santimetrlik kamdir. Kattagina xona. Bu 2 ta xona. Yuring operator, u yoqni ko'rsatamiz. Kelinchi operator, bu yoqda ham 2 ta xonamiz bor. Hozir men kiraman. Bismillahirrohmanirrohim, yuring. Kiraverishda mana bu yerda ham xuddi shunaqa. Nariyo tarafda qanaqa bo'lsa, bu yerda ham xuddi shunaqa 2 ta xona, 4 ta xona bo'ldi. Hozir 5 ta xona dedim. Olib qolinglar, gaplashinglar, savdolashinglar. Yuringchi operator. Operator, bu yoqni ham ko'rsatamiz. Bu yoqda 6 metrga 4 metrlik katta zal. Ustaralar ilib qo'yilgan. Bu yerda ham xohlasanglar katta zal bo'lib turaveradi. Xohlasanglar bu yerda ham 2 ga bo'lib yuborsanglar bo'ladi. Bu yoq yonida yana joy bor. Gaz, svet, suv bor. 3 soti.
hujjatlari hammasi zo'r. Mana bu yerda yana mana kladovkalari bor. Bemalol bu yerdachi oshxona qilib yuborsanglar bo'lar ekan. Hammasini polni yopib, va eshik qo'yasizlar, figurniy oshxona bo'ladi. Zo'r joy. Bemalol yo'q, mana nimani tanlayr deylar. Mana shu 5 xonali uchastkani tanlayrmidingiz yoki buni puliga 3 xonali dom bermayapti. Yaxshi dom bermaydi. Misol uchun 60 mingga bersalar, dom olarmidingiz? 3 xonali yoki mana shu hovlini olarmidingiz? O'z fikringizni yozib yuboring. Shaxsan sizning fikringiz bizning o'zbegim uylariga ayniqsa qiziq. Egasi ham ko'radi shu videolarni. Eting. Inobatga oling qattaligini. Toshkent shahar Bektemir tumani. Shundoq avtobaza Coca-Cola'ning ko'chasida kirganda Qo'yliq bozordan bundoq hisoblasam gidetda 3 kilometr ham chiqmaydi. 2-2,5 kilometr kirganda. Zo'r joy. Bog'cha, maktab bor, suv bor, gaz bor. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Shunaqa arzon joy qidirayotganlarga jo'natib qo'ying shu videolarimni. Kimlardir uyini sotmoqchi bo'lganlarga mana shu bolaga yetkin tez sotib beradi deb takliflarni bildirib, bizani rekomendatsiya chiqishimizga poddeshkada bo'ling. Sog' bo'linglar. Biz ketdik.